Bugun sizlar bilan ko'rinishi estetik zavq beruvchi, mazasi takrorlanmas limonli pechenyelarni tayyorlaymiz. Ishimizni birinchi bo'lib un bilan margarinni urvoq holatiga keltirib olishdan boshlaymiz. Tayyor urvoqli massamizga shakarni, razrixitelni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi qoshiq yordamida tayyor massamizni o'rtasini ochib, 2 tuxum sarig'i hamda smetanani solib, yumshoq ammo qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz va 30 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Bu orada nachinkamizni tayyorlab olamiz. Maydalangan yong'oq, shakar, 2 tuxum oqi hamda bitta limon sedrasini yaxshilab aralashtirib, bir xil massa holatiga keltirib olamiz. Nachinkamiz ham tayyor. Tinib dam olgan xamirlarimizni olib, mayda-mayda zuvolachalarga bo'lib olamiz. Zuvolachalarimiz 40 grammni tashkil etishi lozim. Tayyor zuvolachalarimizni dum-dumaloq shaklda yoyib, o'rtasiga 1 osh qoshiqdan nachinkamizni solamiz va yarim oy ko'rinishida chiroyli qilib tugib olamiz va qizib turgan pechda pishirib olamiz. Pechenkalarimiz rangi chiroyli bo'lishi uchun sutga oz miqdorda sariq rang qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Pishib chiqqan pechenkalarimizni oldin sutga, keyin shakarga botirib olamiz. Mana limonli pechenyelarimiz ham tayyor. Chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha.